PowerPoint dasturining asosiy vazifasi nima? PowerPoint dasturining asosiy vazifasi axborotni vizual va tartibli shaklda taqdim etish uchun slaydlar, prezentatsiyalar yaratishga imkon berishdir. Bu asosiy vazifa quyidagi imkoniyatlarni o'z ichiga oladi. Misol uchun, rasm, matn, grafik, video, audio kabi turli elementlarni birlashtirib, axborotni tushunarli va esda qolarli shaklda ko'rsatish, ma'lumotlarni soddalashtirish va tizimli ravishda ko'rsatish, diqqatni tortish va ta'sirchan chiqish uchun animatsiyalar, o'tish effektlari, interaktiv elementlar orqali auditoriya e'tiborini jalb qilishni imkonini beradi. Chiqishlarni qo'llab-quvvatlash, konferensiya, dars, seminar, hisobot va biznes uchrashuvlarda asosiy fikrlarni ko'rsatib turish uchun ishlatiladi. Xulosa: PowerPoint dasturining asosiy vazifasi tartibli, vizual, ta'sirchan, interaktiv prezentatsiyalar yaratish bo'lib, bu orqali ma'lumotlarni samarali yetkazish uchun ko'proq imkon beradi.